Demak, 500 ming so'mga bir sutkani ichida, atigi bir sutkada belgi rejasidan qutulib ketish mumkin. Shunaqa muolajalar bizda bor desam ishonasizlarmi? Demak, bunga ko'pchilik ishonishi qiyin, chunki bu juda ham arzon narxda. Keyin grijadan qutula olmay sarson bo'lib, qancha yildan beri og'rib yurgan bemorlar uchun bir sutka deb aytgan gapimiz ham ishonishga ancha qiyin vaziyat tug'diradi. Demak, bizda bir sutkalik muolaja, bir sutkani ichida nimalar bo'lib o'tadi? Bir sutkani ichida 3 marta oyoq barmoqdan osish, 3 marta manual terapiya, 2 marta massaj, 1 marta qizdiruvchi mas surtilib, 1 marta beldan hijomi ham qo'yib beriladi. Yana buning ichida 3 mahal ovqat va issiq yotoq joy bilan ham ta'minlanadi. Общий hammasiga hozir aytganimizdek atigi 500 ming so'm to'lov qilinadi. Bu narx endi sizlarga aytadigan bo'lsak, boshqa joylarga nisbatan, bizda qilinayotgan ishlarga nisbatan olib qaralganda juda ham arzon. Chunki boshqa joyda xuddi shunaqa muolajalar bo'lishi mumkin, bundan qimmat ancha. Boshqa joylarda shunaqa muolajalar bo'lishi mumkin, lekin shunaqa kompleksda yig'ilmagan. Har xil bittasi unisini qiladi, bittasi bunisini qiladi. Bizda xullas bu grijani davolash uchun kompleksli muolajalar yig'ilgan. Demak, bizda bo'ladigan asosiy rezultat qiluvchi narsa bu oyoqdan osish. Ovoz oqayotganga o'xshab barmoqlari uzilib yoki shishib ketmasligi uchun biz oyoq to'pig'idan osamiz. To'pig'idan osgan paytda odam o'zini xotirjam bo'sh qo'yganligi uchun umurtqa juda ham zo'r cho'zilib beradi. Grijani kichraytiruvchi asosiy muolaja demak oyoqdan osish. Manual terapiyamiz bo'lsa, oyoqdan osish 3 marta o'tkaziladi. Manual terapiyamiz bo'lsa, osishga tayyorgarlik ko'rsatish va bel umuman o'pishga olgan umurtqa pog'onamiz disklarini yumshatib, nervlarni ochib berish uchun foydali bo'ladi. Demak, manual terapiyani o'zi bilan grijani davolashimiz mumkin bo'ladi. Kamdan kam holatda kichkina millimetrli grija, osteoxondrozda manual terapiyani o'zi bilan davolanadi. Bunaqa tajribada ham juda ham ko'p bo'lgan. Massajimiz 2 marta bo'ladi. Demak, massaj grijani davolash uchun massajni o'zi bilan biz da'vogarlik qila olmaymiz, chunki massaj bilan grijan millimetri hech qachon kichraymaydi. Faqatgina massaj biz manual qilayotgan paytimiz, osayotgan paytimizda umurtqalarga, umuman общий suyaklarga bir nagruska berib, travma berib qo'ymaslik uchun, birinchi navbatda qizdirib olinishi uchun, ikkinchi sabab bo'lsa, baribir hammada ham ma'lum bir miqdorda shamollashda spazmlar bo'ladi. Shularni bo'shashtirib, sal odamga yengillik berish uchun 2 marta massaj o'tkaziladi. 1 marta qizdiruvchi mas surtilgan paytda nervdagi spazmlar bo'shashib, shamollashi chiqib, odam ancha yengil bo'ladi. Belga qilinadigan hijomamiz bo'lsa, 1 marta belni o'ziga qo'yiladi. Hijoma ko'pchilik hijomani o'zi bilan ham grijani davolaymiz deb aytadi. Bu 100% yolg'on narsa. Grija agar bo'lsa, hijoma qilingandan keyin og'riq ma'lum bir miqdorda qolishi mumkin, lekin u faqat qon aylanish yaxshilanganligining hisobiga. Grija millimetri hijoma bilan hech qachon kichraymaydi. 100% aniq faktik gap bu. Demak, hijomani vazifasi bizani muolajadan tezroq ta'sir qilishi, belda qon aylanib, nerv sistemasida og'riqlarni kamayib, metabolizm yaxshilashligi uchun hijoma qo'shib qilib beriladi. Demak, bunaqangi kompleks muolaja ko'p joyda yo'q. Qisqa muddat yetarli bo'ladi. Qisqa muddat bir sutkada endi hamma ham emas. 100% masalan 10 mm grija ham, 5 mm ham bir sutkada 100% yaxshi bo'lib keta olmaydi. Ayrim holatlarda juda ham deyarli bir 40-50% holatda bir sutkani o'zi bilan yaxshi bo'lib ketgan odamlar juda ham ko'p. Buni millimetri 2, 3, 4, 5, 6 millimetrgacha bo'lgan odamlar bir sutkada yaxshi bo'lib ketgan. Lekin undan kattaroq millimetr bo'lsa, ma'lum bir miqdorda qiyin bo'ladi. O'zingiz ham bilasizlar, qancha katta bo'lsa, orqaga qaytib kirish ham shunchalik qiyin bo'ladi grijan. O'shaning uchun ularga повторный kurs orada 10 kun o'tkazib 2, 3, 4 martagacha qilishimiz ehtimoli bor. Endi u grijani disklarni elastiklik holatini qattiq yoki yumshoqligiga bog'liq bo'ladi. Lekin ko'p holat, deyarli 50% holatda bir sutkada odamlar juda ham ko'p bo'lgan, 100% qutulib ketgan. Rezultatlarimiz bor. Buni ko'rish uchun profilga o'tib, grijani davolagan bemorlar bilan bo'lgan suhbatlarni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Telefon nomeri qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda xizmatlar xudo xohlasa juda ham chiroyli qilib beriladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.